Ikkinchi qismni ham boshladik do'stlar. Xo'sh, короче, video boshlanib qoldi va adini ota-onangni aniq shkafdan foydalansang bo'ladi dedi. Teleport degan kino bordi, o'shani esimga tushiraman. Qo'rq torting. Okay, to. Parda ochilish uchun otangni radiosini olib kel dedi. Buni qoldirdi tezroq. Shu? Yo'q. Ochib ko'rishim kerak. Bo'ldi. Radioni olib kel dedi-ku, nima radio bu? O'yinda ko'proq xatoliklar bor ekan, shunisi. Okay, qani ovozini eshit va och. Okay. Bu yer emas, aniq dedi. Yana bir marta o'qib ko'r. Ovoz. Yopil. Bo'ldimi yo'qmi? Mana shu yer bo'lsa kerak. Bu yerga tezroq kir. Men esa mana shu yerda qo'riqchilik uyini qo'riqlab turaman dedi. Okay, not big. Mama. No problem. Okay. Video berib qoldi, reklama etganim shu. Bu o'yinda har minutda reklama ber. Короче, ma'murni oldiga kelar ekanmiz. WhatsApp, qalaysan? dedi. Oho, mushu. Men dadamni izlab yuribman dedi. Menimcha mana shu adresini bilsa kerak. Chunki bunaqa katta ko'z bilan butun dunyoni ko'rsa bo'ladi. Hozir dedi. Dadangni ta'riflab ber dedi. My dad names Bruce. Mening dadamning ismi Bruce. Hozir kutib tur dedi. Bu yerda Bruce'lar juda ham ko'p ekan. Dadangni ta'riflab berchi deyapti. Dadang yaxshi Bruce'mi yoki yomon Bruce? Mening dadam biroz jahli chiqib yurardi dedi. Demak, u yomon Bruce ekan. Dolta deb qidiryapti yomon Bruce'larni. Bu yerda yana yomon Bruce'lar juda ham ko'p ekan. Yana biroz ta'riflab bera olasanmi? U shikoyat qiladi. Yana yetmayapti. Yana ta'riflab ber deyapti. Meni bir urib turadi. Yana slapto menga shapat beradimi yoki shu uradiganga kiradi. Ming uzr, video boshlanib qoldi, reklama. Xo'sh, shu yana bo'ldi, shu yana dedi, mushu yana shu dedi. Mushu ekan. Hozir men qidirib ko'raman. Voy. Orqangda eshik. Orqangda eshik bor ekan. Yaxshi, telefonim qotib qoldi shu joyda, sal bosam bo'lmasa ovoz. Bu dedi men bo'ldi. Ha. Qalaysizlar do'stlar? Biz yaxshimiz. Bizga qo'shilasanmi deyapti.
I'm sorry, I am in hurry. Mening uzr, men shoshilib turgan edim. Okay, see you later. Mayli, xayr. Voy, shu joy. Okay, yana reklama. Şimdi oturttum omzuna. Eski bombasıdamı. Yaxshi kostyum oldida o'tirib mazza qilib. Uni bola ham kelsa bo'ladi. Okay. Bu birinchi bo'lim. Bu horror o'yinida, qo'rqinchli o'yin давайте. Bu birinchi bo'lim. Ota. Iltimos. To'xtat meni jazolashni, to'xtat. Bola shu birinchi qism. Something is weird. Xo'sh. Yuring dada, uyga ketamiz, dada. Adasi shu gapni takrorlayapti. Okay. Biz nima qilamiz? Adasini olib ketamizmi, nimadir? Yoki orqaga qaytaramizmi? Bo'sh bilan demoqchi edim. Nima qilamiz? Yoki mana shu yerda nimadir bormi? Telefon oynayamizmi? Давайте kimgadir telefon qilamiz. Yo'q. Spell. Modda qanaqandir modda. Voy. Mana bu bola. Video boshlanib qoldi. Ovozini qo'shaman. Nima qilyapsan bu yerda? Shkafni ichida. Janob Qizil bashara dadamni o'g'irlab ketibdi dedi. Axir bu yaxshi-ku, dadangni olib ketib qolgani dot. Voy, reklama. I'm not joking. Yo'q, men hazillashmayapman dedi. Tarjima qilishgan va shu ko'p vaqt ketib qoldi. Ana, telefon. Menga bu juda ham uzun hikoya. Menga ishoning dotdi. Xo'sh, sening qo'g'irchog'ing bugun ko'rinmay qoldi dotdi. Oyisi o'ynaydi-da, shu bola manimcha qo'g'irchog'i bilan. Sen unga ko'p hikoyalar aytib berayotgan eding deydi. Bor joyingga uxla, ertaga ishga bormayman va senga yaxshigina hikoyalar, sen bilan mazza qilib gaplashib o'tiraman. Aldamayapsizmi dedi. Yo'q dedi. Bor joyingga borib Okay, qopti bu. Ancha o'yin уже joy tugab bo'ldi. O'yinni uni uxlashga uxlamayapti bu. Voy. Ana havoda turibdi-ku qo'g'irchoq. Voy. Yuragim yorildi. Xuddi qo'rqdim. Ikkinchisida qo'rqmadim, lekin sal avval bola hushidan ketdi. Mister Qizilbashara onasiga turib. Bola, nima bo'ldi senga? Mario yaxshimisan dotdi. Pol ko'zini yopdi. Bo'ldimi? Shundoq. Voy. Endi o'yin bo'lganiga sal oyisini o'tirib qarab turganiga sal qo'rqinchli bo'lib tuyuldi.
Do you feel better now? Sen yaxshimisan? Ha, oyi dedi. Bu Mr. Qizilbashara yo'llarga chumanim. Really dedi. Yes, mama. Uxladida, hop, oyi dedi, короче. Xullas. Video hozir yana bola уже uyg'onib, oyi dedi, mam. Yana aldadilar, dedi bola. Bola уже yuramiz, manimcha yana ovqatini yeydi bola. To'g'rimi? Yo'q, cho'tib yotdi ham o'zi yo'q. Yoki xonasida o'tirgan bo'lsa. Quvurcha sochini kalga oldi. Voy, basharalar ko'karib yotibdi. Serpent, senga nima bo'ldi? Mening yasagan sutam meni jazoladi. Voy. Mayli, hech narsa qilmaydi bugun. Mening kechir, bularning barchasi meni deb bo'ldi. Mana oyimni ko'rmadingmi mabodo? Mening ustam uni ham olib ketdi. Voy. Nima dedi bola? It just happened. Meni kechir, men to'xtata olmadim. Mana ustamni olib ketdi. Yo'q, mening oyim va dadam. Endi ularni ham qutqarishim kerak. Bor kezgarish. Menda boyagi qog'oz bor-ku, telefonda o'ylaganim o'sha. I found my dad. Men buni dadamni yotgan joyidan topib oldim dedi. Voy, nega? Xo'sh. I'm seeing help of him. Men bizga yordam bersa kerak dedi. Bu spell axir mening janob Qizilbasharani, ustasini yo'q qilishga yordam beradi. Qani, olg'i bo'lmasam, tezroq ota-onangni qutqar dedi. Nima? Mana unda ketdik, menimcha. Yo, bu yerdan yura olmaymiz, bu yoqdan o'chamayotgan bola. Mr. Qizilbashara ochamiz yonib ketganda. Endi radioni qo'yib o'tirmas ekan, sirasi kirib ketaverganmiz. Qiziqar ekan. Okey. Cho'ta bugun tulki yo'q. Mushu deganim. Bolalar nima gap? Men bekongsizlar, kimdan bekongsizlar? Kim xafa qildi sizlarni? Sizlar uchtaydinglar, bittanglar ham nima ekan? Menimcha mana shuni otamiz-yu, bomba sifatida foydalan. Bolani o'zi ko'rsatib turaylik. Okey. Oyisi. Yur. Mana bekin dedi. Bu otda bekin. Mana bolam boshiga kerak ama. Sarbalarroq qilamiz. Ana. Mr. Qizilbash. Lekin to'g'risi 3-qism ham olamiz. 3-qismni ham ko'ringlar.